Assalomu alaykum kitobsevar do'stlar. Bugun men sizlarga ta'sirli bir asar Tohir Malikning Alvido bolalik asari haqida so'zlab bermoqchiman. Bu faqat asarning mazmuni haqida emas, balki men anglagan tarbiya saboqlari haqida bo'ladi. Men asarni o'qiganimda yuragimda og'riqli bir savol paydo bo'ldi. Nega bolalik shunchalik erta tugaydi? Yoki boshqacha qilib aytganda, nima uchun ayrim bolalar o'z bolaligini yashay olmaydi? Asardagi qahramonlar hayoti menga aniq bir narsani ko'rsatdi. Tarbiya yo'q joyda falokat bor. Bugungi ko'pchilik yoshlar nega jinoyat yo'liga kirib qolmoqda? Nega ular mehr izlab begona qo'llarga ishonib qolmoqda? Asar qahramonlarini oladigan bo'lsak, ular ko'chada ulg'aydi, mehrsiz muhitda o'sdi va oxiri jinoyat sari yurdi. Ammo bu faqat ularning aybimi? Menimcha yo'q. Asl aybdor ham, asl sababchi ham tarbiyaning yo'qligida. Yaxshi so'z eshitmagan, yaxshi gap eshitmagan yurakda nafaqat mehr muhabbat, balki odamiylik ham o'ladi. Shu o'rinda yuragimda chuqur joy olgan hikmat yodimga tushdi. Abdulla Avloniyning tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Bu gaplar kitobdagi shunchaki iqtibos emas. Bu hayot qonuni. Men anglagan, men o'qigan bu asar bu hikmatning tirik misoliga aylandi. Asardagi voqealarni bir eslashib ko'raylik. Asar qahramonlari Qamariddin, Salim va Asror, ya'ni ular 8, 9, 10-sinflar orasidagi voyaga yetmagan katta hayot arafasidagi bolalar. Bir insonni o'ldirib, jinoyatga sabab bo'lib qolishadi va ularga katta jazo belgilanishi kerak. Asardagi Qamariddinni oladigan bo'lsak, u nega bu yo'lga kirgan? Qamariddinni onasi uni bolalar uyiga tashlab ketmaganda u bu yo'lga kirmasmidi? U eng muhim insonning mehridan mahrum bo'lgan, onaning iliq qo'llari, mehr muhabbatiga tashna bola. Bu tashlab ketish uni nafaqat jismonan, balki ruhiy jihatdan ham chuqur yaraladi. Asror esa oila e'tibori, namunali ota timsolidan mosuvo bola. Salim yo'qchilik tufayli bu yo'lga kirgan, adolat izlagan paytida egri yo'lga boshlovchi hayotiy burilishlar qurboni bo'lgan, adashgan bola. Muallif o'zi aytganidek, hech kim bu dunyoda jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi. Har bir bola pokiza niyat, beg'ubor yurak bilan dunyoga keladi. Ammo u qanday muhitda ulg'ayadi, qanday tarbiya oladi, kimlar bilan yashaydi, mana shu omillar uning taqdirini belgilaydi. Yana kitobda jinoyat yo'li bilan birga befarqlik ham qoralanadi. Rostdan ham jamiyat uchun e'tiqodsiz, befarq odam eng xavfli odam. Agar bu illatni o'zimizdan aritsak, atrofimizda istiqbolidan tashvishi yo'q, beg'am, rangsiz yoki baxtsizligi oldida ojiz, qalban va ruhan g'arib jinoyatchi kimsalar bo'lmasdi. Mulohaza qiladigan bo'lsak, asar oxirida ularga jazo berilishi kerak. Tasavvurimda mana shu uchala qahramonga agar men sudya bo'lganimda qanday jazo berishim mumkin edi deb o'yladim. Mening xulosam shundan iboratki, jinoyat qilgan inson qonunda belgilangan jazoni albatta oladi. Lekin ularga qamoqdagi yillarini jazo emas, imkon sifatida ko'rishligini o'rgatgan bo'lardim. Imkon qadar ko'proq kitob o'qishligini tavsiya qilgan bo'lardim. Mening tushunchamda kitob o'qigan inson qilmishining asl mohiyatini chuqur his qiladi. Chunki kitob yurakka savollar berishga undaydi. Nega yashayapman? Yaxshilik nima? Men bu dunyoga nima olib kelmoqdaman? Ular kitob o'qib, o'z ichidagi zulmat bilan kurashsin. Hayot bu urush emas, imkoniyat ekanligini tushunsin. Jazo bu qamash, qo'rqitish emas, uyg'otish bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki har bir bola nurga intilayotgan chechakdir. Sen jinoyatchisan deyishdan oldin senga nur kerak, sen o'zgarishing kerak deyishni tanlagan bo'lardim. O'zgarish esa kitob bilan, so'z bilan, qalb bilan boshlanadi. Bugun men bu asarni sizlarga shunchaki voqealar uchun emas, balki ibrat va ogohlantiruv sifatida tavsiya qilaman. Bu kitob har bir o'quvchini o'z bolaligiga boqishga, atrofdagi muhit haqida o'ylashga va tarbiya borasida mas'uliyatli bo'lishga chorlaydi. Ularni jinoyatchiga aylantirgan kattalarni jazolash kerak.